Ahrorxo'ja akamizni dalalarida, Chinozda o'tgan yili ham bu akamiz bizani urug'dan ekuvdilar. Baraka topdim deb anaqa qildilar. Bu yil yana mana xabar olishga keldik. Assalomu alaykum dehqon fermer kuzatuvchilarimiz. Mana shu akamdan o'tgan yili bir olib ekuvdim, aytdim tavakkal qilib. Alhamdulillah zo'r ekan. 4 metrgacha bordi o'ylar. Mana bu yil ham shundan ekdim. Alhamdulillah boshida amufot solib anaqani o'zini berdim urug'da. Urug'lar bexato chiqdi alhamdulillah. Hammasi tashagan joyidan chiqdi. Hozir mana 29-martda ekdim. Bugun salkam 2 oy bo'ldi, mana bo'yimiz barobar bo'ldi, bo'yimizdan mana o'tib qoldi. Endi o'z yerim sal, mana yerim o'tganligidan bu yil sal yaxshi bo'ldi. O'ziga o'tgan yerlarning pasti shunday zo'r bor, zo'rga yaqin, zaxkash joylar. Juda ajriq bosgan joylar. Ajriq bosgan hali mana alhamdulillah bu yil yaxshi. O'sha orada kali bilan silitra berdim. Birinchi kultivatsiyasi. Birinchi kultivatsiyasida. Orqasidan yana ikkinchi kultivatsiya qildingiz. Ikkinchi marta kultivatsiya ochari bilan kultivatsiyaga karbamid berdim. Karbamid. Yaxshi. Sal 2 gektar 22 gektar 30 joyga 1 tonna 300 200 150 ketdi o'sha. 1 tonna 350 ketdi o'sha. Hammasini qo'shganda kali, fosfor, azot. Bu yerlar juda och yerlar, kuch past yerlar edi. Betlarda juda ajriq o'sib, bu qaralmagan yerlar bo'lib qoladi oxirgi paytlar. Bir yarmidan pasti 150 metr, 60 metr narsa, hech narsa olmasim, har yil narsa ekan. Lekin bu o'sha zax joylarda ham yaxshi chiqaveradigan makka urug'lar ekan bular. O'sha zaxkash joylarda ham qo'rqmay eksangiz chiqaverar ekan. Alhamdulillah, mana shu 2-yil ekyapman. O'tgan yil yaxshi bo'ldi. Salkam 90-100 tonna oldim. Allah barakasi. Ozgina vaqtliroq o'rib qo'yibman, sal suv chiqib ketib qoldi. Ozgina shoshdingiz. Shoshib qo'ydim. Bular aytishdi, "Yo'q, yana 10 kun bor" dedilar. Yo'q, o'sha olganim ham yaxshi ekan, pastda zax chiqib ketib, mashinada yura olmay qoldi keyin. Shu tomoni ham bo'ldi o'shanga. Endi yerga moslashib sekin yildan yilga sekin o'zingiz rejangiz qilib boraverasiz, xudo xolasa. Mana hali bugun 23-may sanasida turibmiz. Bu yilgi ob-havoga hali xo'jagan bir marta ham suv qo'ymadilar. Yo'q, hali bironta suv qo'ymadi. Mana shu suv Alloh bergan suv bilan, yomg'iri bilan bo'ldi. Endi biz hozir tavsiya beryapmiz. Xudo xolasa yana 3-4 kun mana shu yomg'irlardan o'tib olsak, keyin o'sha birinchi suvni qo'ysangiz bo'lar ekan. Bundan ham baquvvatlashib yana bo'y berishga harakat qiladi makka, xudo xolasa. Qurt yo'q, mana dalalarda o'tam, mana ko'ringlar. Bir aytayapman, juda xo'jagan mehnat qilibdilar. O'tgan yil ozgina o't bosib, anaqa ko'ruvdik. Bu yil mana top-toza dalalari. Xudo xolasa kuzda endi yana natijalarni kutamiz. Mana hozir shu akamizdan maslahat so'rab, har doim telefon qilib nima qilish kerak, nima qo'yish kerak. Mana yangi dehqonman. So'rab turaman. Qaysidan nima qanday, mana kelib o'zlari kelib ko'rsatib berib ketyapti. Rahmat bularga ham. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Dehqonchilikda hammasini o'zini hunarini, o'zini ustasi bo'lish kerak ekan, bari so'rab turish kerak ekan. O'z bilan qila olmas ekanmiz. Hamma narsani o'zini ustasi bo'lib, ustoz bo'lish kerak hamma narsada. Alhamdulillah, menga bu akamiz ustoz bo'ldilar, mana shunchalik mana bo'lib ketyapti. Mana aytganlaridek qilib turibman. Qo'limdan kelguncha, aytganlaridek bo'lmasa ham 70-60% qilyapman aytganlar. Yo'q, xudo xolasa bu yil o'tgan yilga qaraganda ancha qo'lingiz tajribangiz oshdi, ancha.